chek. Bugun O'zbekiston bilan Koreya narxlarini solishtiramiz. Ketdik. Sovuqga bahorda kiygani shunaqa kiyimcha oldim. Oldida shunaqa, orqasida esa bunaqa ekan. Buni 23.000 wonga oldim. O'zbekistonda shuncha chiqargan. Bu 100-razmer. Endi 17 oylikka kirdi. 100-razmer kiyimlarni kiyyapti. Va shunaqa troyka zakaz qildim. Buni jaketi oldi shunaqa, orqasida shunaqa ekan. Ichidan kiyadigan yuqa. Shunaqasi kiyimi bor ekan. Shapkasi bor. Va ishtonchasi. Shunaqa troyka. Buni 33.000 wonga zakaz qildim. O'zbekistonda shuncha chiqargan. Va yana bitta troyka zakaz qildim. Shunaqa qo'llarida narsalari bor ekan. Orqasi oddiy. Buni ichida kiyadigan yuqa. Shunaqa kiyimi bor ekan, hb ekan, juda ham yumshoq. Va ishtonchasi. Ishtonchasi shunaqa. Orqasi esa bunaqa ekan. Buni ham 33.000 wonga oldim. O'zbekistonda shuncha bo'ladi. Qo'shimchasiga bizga sovg'a beribdi. Ichida har xil o'yinchoqlari bor, lekin buni hali sovg'aga berib bo'lmaydi, chunki og'ziga solib qo'yishi mumkin. Ichidagi kichkina mashinachani beramiz. Qani endi sovg'aga kiyimlarni bittama-bitta kiydirib ko'ramiz. Ketdik.